Bu Lacetti'ni necha pulga berib yuboramiz xalq uchun, akam? Endi 6,5 ming deyapmiz. Naqdga qarang, menga obuna bo'lganlar bo'lsa, like bosib turganlar bo'lsa-da, naqdga 5500 qo'yamiz. 3-paytga qiziqib minsin. Bo'ladimi? Motorlariga kulish tegmagancha qo'shib beradi. Kulish demagan. Yo'q, qo'shmaysizlar. 5500 berasizlar, olib ketaverasizlar. Motori ham bir ko'rsamandilar. Mayli, ko'rsating. Motori eski deyishinglar mumkin. Mana kraskasi qaytdi. Mana shu xolos. Bo'ldi, boshqa joy tozami? Oldin o'zida ashi petnoy desa ham bo'ladi. Mana motorni ko'ringlar, 1.8. Moy yemaydi. Yo'q, 1 gram. Moy yemaydi. Qolgan joyning kraskasi tozami, aka? Agar kraska chiqib qolsa, $500 o'tib berasizmi? Muammo yo'q. Ana, ukam bitta gapirarlar. Mo'shla to'g'ri qo'l ochiladimi bu? Qarang-a, ichlari ham zo'r, holati zo'r. Yurgani qancha ukam buni? 230 ming halol, lupochida tekshirib. Agar probiga tegilgan bo'lsa bekorga beraman. Bekorga berasiz. Zo'r. Ismingiz nima? Dilmurod. Dilmurod ismingizda bitta so'z bo'ladi, ha? Muammo yo'q. Agar probegida o'yini bo'lsa, bekorga beraman dedilar. Zo'r, bunaqasi bo'lmaydi. Xo'p, gazi 100 TL. 100 TL temir gaz bog'lari bor ekan, holati zo'r. $5500 ga 3-paytda jentira. Endi kraskasi bo'lsa, qolgan joyida 500 o'tib beradi dedim, ammo bitta narsani aytib qo'y. Mana sapachogida bor-ku, ash qismida 4 testa bor. Qolgan joyini tekshiraverasizlar. Mana tom, mana orqa krilolarini, kapotlarini ko'rib olaverasizlar. Muammo yo'q. Orqasidan bitta ko'ringlar. Chirib ketgan, oqib ketgan mo'shna emas. Telefon raqam 93 916 916 37 17. 37 17. Qaysi sinfda o'qigansiz? B sinf. B sinfda o'qigansiz, gap yo'q.